orqasida ishonch turadi, kompaniyaning yuzi turadi. Shuni hisobiga brend har doim qadrlanadi. Mona brend 10 yilga himoya qilindi. Faqatgina siz patentlagan yo'nalishlar 35 va 24-kategoriyalarda Mona so'zi sizga tegishli. Tabriklaymiz. Brend chiqarishimizdan maqsad sifat yo'qolib ketyapti. Ko'pchilik aytadi, oldingi sifat yo'q. Bunga sabab bor. Sababi o'sha oldingi chiqqan sifatli narsani ko'proq daromad olib kelish maqsadida kimdir arzonroq qilib chiqaradi. O'sha brendni ko'chiradi, ya'ni. Ko'chirgandan keyin tabiiyki bir xil ko'ringandan keyin bu arzon narsani oladi odam. U yoqdan original narsa sifat yo'qolib ketadi. Chunki brendini patentlamagan, bunga arz qila olmaydi, to'sqin ham qila olmaydi. Shu bilan toza narsalar yo'qolib ketadi. Har doim shu narsa bo'lib kelgan. Brend orqasida ya'ni ishonch turadi, kompaniyaning yuzi turadi, nomiga putur yetkazmasligi uchun juda qattiq ishlaydi kompaniya, ya'ni shuni hisobiga brend har doim qadrlanadi. Bularni tanlaganimiz sababi bor. Bir marta keldim va bugun ikkinchi marta kelishim. Birinchisida zaявка topshirdim, ikkinchisida olib ketgani keldim. Muddatlari ham tez chiqdi, o'z vaqtida chiqdi. Servis ham vaqti-vaqtida telefonlarda javob berib turishdi. Vaqtinglar tejamoqchi bo'lsanglar, patent markazini tavsiya qilamiz.